ko'radigan narsalarni amaliyotda sizning badaningizdagi bakteriyalar yaxshi ko'rishi mumkin. Hattoki siz yaxshi ko'radigan odamni amaliyot siz emas, badaningizdagi bakteriyalar yaxshi ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Eng yangi anatomiyalik tajriba natijalarida elib aytganda qarang. Mana shu bizning uchimiz odam badanininki ikkinchi miyasi deb qarashga bo'ladi ekan. Chunki odamning miyasida 86 milliard nerv hujayrasi bo'ladi ekan. Ikkinchi o'rinda turadigan nerv hujayrasi eng jiq a'zoyimiz bizniki dal uchimizki. Uchimizda 500 million nerv hujayrasi bor ekan. Lekin uchayniki eng qiyiqasiri bizning uchimizda 1000 xildan ortiq 10 trillionga yaqin bakteriyalar yashaydi ekan. Shunlashqa bu 10 trillion bakteriyalar bilan birga hamda o'ziniki 500 million nerv hujayralari bilan birga bizniki butunlay miyamizdan mustaqil bo'lgan o'ziniki mushundaq nerv ang sistemasini shakllantirib ketibdi-ku bu uchimiz. O'zirma? O'zi. Shunlashqa bizning miyamiz bu uchay sistemamizni, uchimizda bo'layotgan bu faoliyatlarni kontrol qila olmaydi. Shunlashqa bu bizning badanimizdagi bo'lib uchimizdagi bu bakteriyalarniki har bir to'pi bular o'ziniki hayotligi va taraqqiyot uchun har xil quvvatli moddalarga erishish uchun sizga shu narsalarni izlatkizadi ekan. Masalan, chomifin xogo degandek nima? Masalan, lajishib illarni ba'zida yegingiz kelib ketadi shunami. Bu sizning badaningizdagi bakteriyalar o'ziga muhtoj bo'lgan quvvat tufaylidan har xil kimiyalik moddalarni ajratib chiqarib, cho'ng miyangizga yo'llab, sizni shu narsalarni izlab, o'ziga ta'minlashni talab qilib turib oladi ekan. Ziyonli ho'sim talab qilaveramda. Shunlashqa bu yer bir tampon yakilish kerak. Bizning badanimizdagi bakteriyalarniki bu yerda ziyonli bakteriyalar, foydali bakteriyalarmi bor. Lekin bu badanimizdagi bakteriyalar bir-birlaridan ham raqobat, ham hamkorlik hosil qilib, butun bir gavda bo'lib ketgan shunday bir sistema ekan. Do'st dushman birga yashaydigan odammi? Shunlashqa agar badanimizdagi ma'lum bakteriya to'pi butunlaylik nasl qurib yo'qolib ketgan vaqtimizda, bu bizning badanimizning funksiyasiga, badanimizniki normal xizmat qilishga ta'sir ko'rsatishi mumkin ekan. Shunlashqa bu biz tug'ilib 30 yilning yozi badanimizdagi trillion bakteriyalar bilan bizniki uchimizniki nerv hujayralar bu yerda o'rtaq manfaat chemberiga hosil qilib ketgan bo'ladi ekan. Shunlashqa agar siz bir zilli odam bo'lib qolsangiz, zodi qat'iy yegingiz kelgan yemaydigan, qilgingiz kelganni qilmay zodi shu degan qo'pab chiniqib, sog'lom yemaklikni yeb ketadigan odam bo'lib qolsangiz, bakteriyaning nuqtasidan bu bakteriyalar o'ziga muhtoj narsalarga erishaolmagandan bu bakteriyalar ziyonli kimiyalik moddalarni ajratib chiqarib, sizni bearam qiladigan, hattoki sizni xomush keslik qilib qo'yib, yotqizib oladigan, eng oxirida bu bakteriyalar sizdan iborat suju, sizdan iborat badandan voz kechib, boshqa badan izlaydigan shunday xohishi bo'lishi mumkin. Biz o'tirib qo'yamiz. Sizni bo'ldi bu men lozim nimani berolmayotgan, bundan voz kechib biz bu o'lsam boshqadan buni biz tuproqqa ko'mbitib, tuproq orqali biz tabiatga qaytib, yangidan bir badan izlaylik, yangidan bir suv izlaylik deb shunday xohishi bo'lishi mumkin ekan. Shunlashqa bizning badanimiz bu yerda faqat bizning badanimiz bo'lib qolmasdan, 1000 xildan ortiq 10 trillion bakteriyalarniki yashaydigan oilasi degan gap. Biz o'lni boqimiz deb yursak yerda ular yüzöriymen desa öğreniyordikan. Shunlashqa har qanday hayotlikniki birinchi vazifasi nima desangiz, bu o'zini taraqqiy qildirish va ko'payish. Biz endi bakteriyalar bilan bu yerda bir o'rtaq manfaat chemberiga hosil qildik qarang. Siz shularning manfaatiga ozroq xizmat qila olsangiz, ular sizga xizmat qiladi. Agar ularniki deginni bermay ketkicha shu besiversangiz, bu bakteriyalar oxirida isyon ko'tarib, yangiz sizni kasal qilib boshqa yerlarga yo'tkilib ketadigan, boshqa odamning badaniga ko'chib ketadigan, shunday xohishni hosil qilishi mumkinki odam badanida. Eng yangi tadqiqotlarga asoslanganda, xomushlik kesilimi shu uchaydagi shu bakteriyalarning tamponligi bilan munosabatli bo'lishi mumkin ekan. Burun bularning qandagi shuching suv normal odamlardan tuvanda qarilib kelib, bular shuching suv to'liqlaydigan dorilarni yeydi. Lekin hozirgi eng yangi tadqiqotlarda bularningki balki uchaydagi bakteriyalarning tamponligi buzilib ketgan bo'lishi mumkin va bakteriyalarni tamponlashtirish orqali davolashni sinab qilyapti hozir. Mayli psixologiya nuqtasidan bo'lsin, mayli bakteriyaning anatomiyalik nuqtasidan bo'lsin, bu odamning irodasi shu unda kuchli bo'lmaydi. Bizning badanimizmi tabiat bilan chambarchas bog'lanib ketgan tabiatning bir qismi.
Şunlaşqa biz özümüzning badanimizni xo'rlab ketkichi haqning manfaati uchun xizmat qilayotgan vaqtimizda biz badanimiz o'zimizni tashlaydi deymiz-ku. Bizni ya xamishlik ya tashvishlik his qilib yotqizib oladi-ku yerda. Balkim bu yerda bakteriyalar bizni toza razumay ishini qila bo'ldi deb yotqizib yotgan bo'lishi mumkin. Şunlaşqa bu 3 ay hamda odamningki ikkinchi mingisi deb nom olibdi. Şunlaşqa bu bizning badanimiz yolg'iz bizning badanimiz bo'lmasdan tabiat bilan chambarchas bog'lanib ketgan. Hattoki shu o'simliklar bilan, daraxtlar bilan, hattoki shu bakteriyalar bilan bir o'rtaq manfaat chambarga hosil qilgan shunday bir narsa ekan biz endi. Şunlaşqa bu nuqtadan shu yer sharida haqiqiy xo'jayinlar amaliyot insonlar emas, balkim bakteriyalar bo'lishi mumkin ekan.